7. Mike Pompeo'nu hemmimiz bilmez. Aldınki Trump davridagi tashqi ishlar ministri Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikni Amerika hukumatining nomidan e'lon qilgan odam shuningdek Amerika hukumati buni irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Shu yaqinda bir kitob yozgan, asli shu kitobni so'zlab 2 soat tugaydi, lekin men bu yerda qisqa bir necha minut shu kitobdagi bir necha gaplarni so'zlab o'tib ketay, o'tmay desam ko'nglim unimidi. Hemen bırak sözleysem onun resmi bir ekran açsam buldu ki onun üstüne vaktiniz pamiyokmudi. 7. bölüm. Mike Pompeo Xitayga qandaq baha berdi. Amerika'nın sabık Taşlıq İşler Ministri Mike Pompeo 2023 beşida qilcha yol qo'ymaslik never give an inch degan əslimini nəşr qildi. Ve bu kitapta şundaq yazdı. Natsitlar Germaniya bilan selishtirganda Xitoy bütün dunyoga nisbatan texmi cho'ng tahdid. Xi Jinping rayimsiz eng qattiq raqib va Amerika eng cho'ng tahdid. Xitoy rahbarlari dunyodagi eng xatarli kishilar. Xitoy kompartiyasi cho'ng tahdid. Ayama işte. Xitoy burunqi Xitoy emas. Xitoy rahbarlarining yarshar zo'ravonligi nishoni namoyon bo'ldi. Xitoy rahbarlarining yarshar zo'ravonlik nishoni namoyon bo'ldi. Uning ustiga buning uchun tirishishga boshladi. Pompeo shunday dedi. O'tgan 50 yilda Xitoy kompartiyasi Amerikaning bilim mulk huquqini o'g'irladi. Amerikaning xizmatini o'g'irladi. Xitoy mahsulotlarini to'kma qilib setib, g'arib shirkatlarini ular bilan raqobatlasholmas qildi. Xitoyning g'oyat zo'r iqtisodiy gavdasi, Xitoyning boshqariladigan bomba sistemasi, olam bo'shliq va tor plani butun dunyoga masala ilib kelishi mumkin. Pompeo kitobida Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni ayni yillardagi natsitlar qirg'inchiligi bilan selishtirib shundoq dedi. Germaniya yozib işte bunu manda dedi bu kitobda. Bu ikkisi amaliyotda intayin o'xshamaydi. Xitoy kompartiyasi butun dunyoga nisbatan natsitlardanmi cho'ng tahdid. Pompeo Amerikani o'z ichiga olgan har bir davlat Xitoy kompartiyasining mas'uliyatini surishtirishni umid qildi.